Fariddin Attor insonga murojaat qilib deydi: sening ichingda javhar, mutlaq ruhning siri bor. Ammo bu yerda senga yo'l ko'rsatuvchi yo'q. Oxirida yo'qotgan narsang sening o'zingdadir. Ammo zohiriy sirlar bandiga giriftor bo'lgansan. Sen Xoliqning zoti va sifatlari javhariga egasan. Ammo zotning diydoridan uzoqsan. Sening javharing barchanikidan afzal. Shu javhar sen uchun asl zotga olib boradigan rahbardir. Ajabki, falak va yulduzlar sening ko'zlaring diydangdir. Uying ichidasan-u, eshikdan tashqarisan. Ham ko'rinasan, ham yo'qsan, ham yo'qsan. Tu dori rozi javhar dar darunat, valekas nestin jorah namunat. Tu dori ongun gardi dar oxir, furumonda dar in asrori zohir. Zehdi dori tu aflok yu anjum daruni dar burun, paydo hangum. Zehdi dori tu aflok yu anjum daruni dar burun, paydo hangum. Tu dori javhari zotu sifotash, vale duri tu az didori zotash. Tu dori javhare az jumla bartar, basui javhari zoti tu rahbar. Zehdi dori tu aflok yu anjum daruni dar burun, paydo hangum. Zehdi dori tu aflok yu anjum daruni dar burun, paydo hangum. Внутри тебя есть светоч, тайна абсолютного духа. Но на этом пути попутчика тебе нет. Потерянное тобой вконец внутри тебя. Но ты пленил себя в оковы земных тайн. Ты владеешь образом и свойством Творца, но ты далек от его присутствия. Твой светоч лучше всех других. Этот светоч — начальник, ведущий тебя к Творцу и к себе. Но жаль,